Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Namangan viloyat Yangiqo'rg'on tumani Begobod qishlog'iga kelganmiz. Nima sababdan deysizmi? Bugungi kunimizda ijtimoiy tarmoq orqali bemorlarga yordam berayotgan Nigoraxon opani bugun taqdirlash marosimiga kelganmiz. Xudo xolasa bevositalar hammalar taklif qilamiz. Bu joyda juda ham katta tadbir bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz mazza qilasiz. Salomat bo'linglar. Ketdi. Hurmatli kuzatuvchilar, tadbirimiz juda ham zo'r bo'lyapti. Albatta 43-maktabni haqiqatan tumanda viloyat unvonligini mana shu tadbir orqali ham bilsangiz bo'ladi. Bir insonni kichkina bo'lgan bir nima deydi, tadbirini juda ham keng qilib, mana bu katta tadbir qilib o'tkazishyapti. Assalomu alaykum Begobod xalqi. Albatta sizlarni ko'rib turganimizdan bog'ayatda xursandmiz. Sababi Begobod xalqida mana shunaqa opamiz chiqib, bir hozir qariyb 10 tadan oshiq bemorlarga yordam qildilar. Ijtimoiy tarmoq orqali qolaversa, mahallalarga, viloyatlarga borib bir ehson yig'ishda, boshqada kasallarni har bittasini olib borib, mana shu doktorlarga ko'rsatishda bevosita yordam qilganliklari uchun befarq turmadik. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha boshqa tuman bo'lishimizda qat'iy nazar kim mana shu opani bir Begobod xalqida o'ziga yarasha o'rni bor, o'ziga yarasha bir nima deydi, uchun katta rahmat deymiz. Albatta biz Chortoq tuman Xalq demokratik partiyasi xalq bilan birgamiz. Xudo xolasa birgalikda ish olib boramiz degan umiddamiz. Bu yonimga hozir 59-sonli Baliqko'l madaniyat markazi direktori Jo'raxo'ja Turdixo'jayev taklif qilaman. Birgalikda mana shu taqdirlash marosimini juda ham chiroyli qilib, ko'taring kayfiyatda olib boramiz degan umiddamiz. Yana bir bor sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ilohim oramizdan bemorlar chiqmasin. Hammamiz uyimizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'laversin deb qolamiz. Rahmat, boshlig'imizni taklif qilamiz shu borada. Tadbir qatnashchilari, mana bugun Begobodda katta tantana, bitta insonni ozgina mehnatini qadrlash uchun yig'ilib turgan ekanmiz. Kelganlarga ham rahmat. Shu sovrinni olganiga qullov bo'lsin deymiz. Bundan keyin bundan katta yutuqlarga erishsin. Xalqimizda doim yaxshi kunlar bo'lsin. Taqdirlanadi. 2026-yil 5-fevral kuni 85-sonlik burug'iga asosan Mustaqil Davlatlar hamdo'stligi miqyosida tashkil etilgan el yurt faxri xalqaro esdalik nishoni bilan taqdirlanadi. Abdumannopova Nigora Abdug'aniyevna ushbu faxrli yo'llar bilan qolaversa, mana bu esdalik sovg'a medallari bor. Buni ham sizlarni qarsaklarning ostida tantana ravishda topshirib qo'yamiz. Qullov bo'lsin. Qarsalar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Voy tomonga. El yurt faxri ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Bundan keyin ham opa ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Mana shu guvohnomasi bilan ham Qarsak qator ochib qo'yamiz. Mana deysiz, ko'z tegmasin, boringizga shukr opajon. Xudo xolasa bundan ham martabangiz ulug' bo'lishini Allohdan so'raymiz. Juda ham nima deydi, ochig'i bizni ham havasimiz keldi. Ilohim qizlarimiz ichida mana shunaqa opalarimiz ko'paversin. Sababi qancha mana shunaqa bir xalqqa yordam beradigan, samimiy, ochiq ko'ngilli insonlar ko'payadigan bo'lsa, oramizda bemorlar bo'lmaydi. Xudo xolasa hammalarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Opajon, endi biroq sizga so'z navbat beramiz. O'tgan onangiz oxiratlari obod bo'lsin. Mana shu qishloqda
tug'ilib, o'sib, mana Qoramon qishlog'iga turmushga chiqib, Qoramonda kasal qolmadi, ochig'i. Sababi bizga murojaat qilishadi, falonchi, pistonchi, kim tomonidan? Nigor opa tomonidan. Qarab o'rganadigan bo'lsak, haqiqatda bemorlar borib, Hindistonga borib sog'ayib kelyapti. Bu